Bittasi uncha maydachi? Singilchi? Bu o'g'ilchami, qizcha? O'g'ilcha? Mencha sirincha. O'zi to'ylaring bo'ldi qancha? Menimcha 7 oycha. 7 oychada shu o'g'ilcha. Balocha. Uy o'ltirmang amakicha. Bu yoshlar yomon chaqqoncha. Havocham sovuqcha. Va uyga ketdim. Ozgina o'tir. G'iybatcha-da. G'iybatcha emas, suhbatcha. Yana kelyapti Armancha. Armancha. Assalomu alaykum amakicha. Bu qachon to'ycha? So'ymaysanmi bir qo'ycha? Iloji qancha chiqmayapti debdi yaxshi qizcha. O'zi joyidami sog'liqcha? Saptimi jancha? Bakang qildi prikolcha. Ukacha, onachangni, otachangni qiynamasdan tezroq uylanda. Sizga nima farqi bor amakicha? Undan ko'ra quvering g'iybatchani. O tapishkacham bilan basharachangga bir uraman. Aptichan yoriladi. To'liq bu. Go'dakcha. Открываю двери без ключа. Oy, yaponcha, optiyang mo'sincha? Voy yaponcha, uyga qilamiz shuncha. Kakkas yangi qilganda cho'poncha bilan salatcha. Qo'ying amakicha, uyga boray ertacha. Bu xotinchasining chiziqchasidan chiqa olmaydi-ku bacha. Pochcha. Oshirib yuborsiz ekanchicha. Ko'ngilchasiga tegib qo'ydingiz-da. Ko'ngilchangni ko'chasiga, ko'ngilcha. Ama. Aytgancha, uyda kuygan lampochkacha. Shunga olgandim duselcha. Narx qancha? Qimmatmas uncha. Odamlar maqtashyapti uyni yortarkan ancha. Tokni ham yerkan jicha. Sifati ham vafshi findiferskicha. Bo'pti, unda bugunga yetadi g'iybatcha. Davay tagda, ertagacha. Man erimni oldilarda. Qo'llaring abjirligini qara. Qaynonamni oldilarda. Kundan do'ldirmisiz keling, ko'zingga qarang. Ovqatni tuzi past balandligini qo'lda o'lchaysan-da. Конечно, o'rganib ketganman-da. Jicha tuzi kam, ozroq qo'shingchi. Bunga bo'ladi. Atek, normal. Kim ichadi endi buni? Kelin salom qilishga yo'ravar ekansan, odam turgisi kelib ketdi-yu. Voy, xush kelibsizlar. Kelin, tez kelin salom. Qanday yaxshisizlar? Xotin. Xush kelibsizlar. Kelinim Hindda hokipoyla olyapti. Tur, beparosat, tur. Kelinglar. Zebo, kifsiz akasi qilaylik. Davay. Как раз KFC'dagi chef burgerga 40% chegirma bor. Yandex.Go ilovasi orqali nafaqat KFC'dan balki boshqa ko'plab sevimli restoranlarimiz Fedap, Maxway, Vox Street 77 dan 40% chegirma bilan buyurtma berishimiz mumkin. 14 Zebo promo kodi orqali Yandex.Go ilovasini taomlar bo'limida 80 ming so'mdan boshlab birinchi 3 ta buyurtmaga 30 ming so'mlik chegirma bor. Kelin. Nimadir zakaz qiling, qorni chiqadi. Vallahi bo'ladi. Qanday qilib qaynonadan qutulish mumkin? Qaynonang dushmaning. Qaynonadan alohida chiqib ketishni 5 ta yo'l. Bo'ldi, kerak emas. O'zim zakaz qilayman. Qaching. Darsimiz oliy matematika. Sinus 2 plus sinus y teng 2 sinus gibi 2 plus y taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus. Assalomu alaykum, domlayapsiz. Kalendarib darsga kech qolding? Kiming o'ldi? Amakim xotinlar o'lib qolgandi. O'tgan safar amaking o'ylandi. Endi xotini o'ldimi? Endi shu o'lganlarni ko'tara olmay xotinlar ham o'lib qoldi. O'tir. Darsimiz davom etadi. Seni birinchi marta ko'raman. Oting nima? Olimman ismim. Ustoz, mental arifmetikani bilaman. Mental arifmetika. Hay, senga bir savol beraman shu mental arifmetikadan. Qara. 1369 ga 428 ko'paytirgan. 585932. 42226 ga 9500 ko'paytir. 401 million 147 ming. Mani kishamda nima bor? Nos bor. Malades, topding. Senga 5. O'tir. Malades. O'tanga rahmat. Shu bilan talabalar darsimiz tugadi. Keyingi darsgacha ana bu sinus 2 plus sinus y ga o'rganib kelinglar oxirigacha. Tushundingizlarmi? Hamma javob keyingi darsda ko'rishguncha.
Domlajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, domlajon? Qayerda yuribsan? Shu desangiz bir yangilik qildik. Bizlar Buxoro Innovatsiyalar universitetimizni Turkiya ta'lim vazirligi tan oldi va hamkorlik taklif qildi bizlarga. Bu degani bizlar talabalar borib Turkiyaning xohlagan universitetida o'qish mumkin yoki o'qishni davom qildirish mumkin. Zo'r bo'libdi-da. Ha, yana yangilik biri. Qarang, Rossiya bizlarni tan oldi, ko'ryapsizmi? Uje ko'p davlatlar bizlar universitet tan olyapti-da. 97 ta grant berdi. 7000 rubl har oy stipendiya joriy qilib qo'ydi. Yana kamiga 2 ta diplomli bo'lib chiqib ketadi. Birinchisi bizlar Buxoro Innovatsiyalar universitetimiz diplomi, ikkinchisi Rossiyaning diplomi. Faqat rus tilini bilish shart. Zo'r bo'libdi-da shu. Men ish olmayman Rossiyaga. Siz olmaydi, domla. Shu ish bo'lmadi. Ha, emay qarang. Matiz sotadigan tanishing yo'q? Bor. Nima qilasiz Matiz? Matiz olaman-da, nima qilaman boshqa? Avveliga rasvo qildik-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Bormi tanishing? Bor domla, ketdik. Yur olib, nima qilyapsan? Yuring. Yur ketdik. Ana domlajon, siz aytgan matizm ana shu. Ma'qulmi? Nima deysiz? Lekin meni ko'nglimga o'tirdi bu matiz. Zo'r ekan matiz lekin yo'qdi menga. Nechim ekan bu? Bu 3000 domla bundan. Kakras o'zi oylik olgandim-da mana. Oylik olgandim, o'zi oyligim mana. Matiz olaman-da endi mana. 3000 so'm mana. Rahmat bacham, umringdan baraka. Domla to'xtang. Buni narxi 3000 so'm, 3000 dollar bu. Nima u dollar? Amerika puli ko'kat. Ko'rganmisiz o'tishda? Sen hozir O'zbekistondamisan? Ha? Bo'ldi mana O'zbekiston pul birligida gapirdi. 3000 so'rading mendan. 3000 so'm berdim mana. Yana nima deysan? Menga, ha? Yana nima deysan menga? Tushunmayapsiz, domla. Ko'p bo'lsa mana kelasi oyligimda yana 1000 so'm qo'shib beraman, bacham. Mendan rozi bo'l. Rozi bo'l, bacham. Rozi bo'lib olish kerak. Domla, men bu pul egasiga olib borib qanday beraman? Bacham, kattadan oltin olma, duo ol deganlar. Duomi ol bacham meni, rahmat. Mana shuncha o'qitdim sen meni, Matiz podarka qilyapsan. Rahmat. Bir umr duo qilaman sen bacham. Rahmat Addush bacham, kel. Rahmat bacham. Lekin kutmagandim. Shuncha o'quvchilarim menga Matiz olib beradi deb kutmadim. Rahmat bacham. Zo'r ekan lekin. O'zim sevgan qizga o'ylansam nima bo'ladi-yu, oyim topgan qizga o'ylansam nima bo'ladi? Xos tasavvur qilib ko'ramiz. Xotiningni qara shirinligini. Befarosat bu. U doim yaxshi bo'ladi, oyim adashgan bo'lmaydi-da. Biram beparozda shu xotiring yeyishini qara, uning ustiga kasal rangini qara, oppoq. Men topganimni bo'lsa yaxshi tomoni umuman yo'q. Uydagilarim mehmonga kelyapti ekan. Voy, kakras zerikib o'tirdim. Mehmon kelsa o'tirib olab. Oyjoyim degilar mehmon kelishayotgan ekan. Voy, bu qarindoshlarim uncha ko'p kelaveradi. Oxiri bormi, tugaydimi, yo'qmi? O'zi kelin tarafga mebel qil deyishdi, o'zi xato bo'lib, o'zing qur. To'g'ri, o'zim qilaman. O'zi bilan mebel olib kelsa bo'lardi, shuncha yil boqamiz endi tekin tomog'ida. Voy, buni qaragin, o'zing o'xshagan shiringina qiz tug'ibdi-ya. Buning kasali yo'qol, o'g'il bola tug'maydi. Nimaga tug'adi? Hali birinchi bor. O'chirga qaytar. Shuni olib bersangiz shunga o'ylanaman, boshqasi kerak emas. Mayli bolam, nima ham derdim, o'zingga yoqsa bo'ldi-da, baxtli bo'linglar. Oxirida baribir meni ko'nglimga qaradilar. Yashang, baxtli bo'ling.